Barın vaqasi. Nizamiddin Hüseyin. Barın asli nomi Koni Qo'rg'on. Aqto'y bozorining g'arbi janubiga joylashgan. Yezi markazi Nahiye bozoridan 17 kilometr yiroq. Yer maydoni 1087 kvadrat kilometr. 1990-yilgi nupusi 19650, hammasili degidek Uyg'ur, Qirg'iz. 1954-yili Yangisardan Aqto'ga bo'lib berilgan. 1959-yildan 1982-yilgacha bu yurtning xalqi bir Gongshi, 14 Daduy, 63 Shaoduyga uyushtirilib, xalq Gongshisining afzalligi bilan normaliq yeb, normaga ishlab, daromad elib, fuqarodarchilik tirikchiligini o'tkazib kelishgan. 1982-yilgacha bu Gongshi tavasida Gongshi, Daduy, Shaoduy bo'yicha 435 kadr, 52 partiya a'zosi, 103 ittifoq a'zosi, 250 xalq askari bu yurtning umumiy xizmatlarini ching tutib, xalq ozodligini ta'min qilib turgan. Bir Daduy, 14 Dangjizbu, bir Gongshi mahkamasi, 14 Daduy mahkamasi, 63 Shaoduy ishxonasi, Gongshi markazida nahiyaga qarashliq 18 organ bir soqchi bo'limi xalq uchun xizmat ishlab turgan. 1982-yili bu yerda Gongshi tuzumi amaldan qilib, yeza tuzumi yo'lga qo'yilgan. Yezining 69% boyliq negizi hukumat, Gongshi, Duy kadrlari ilgida. Xalq asosan kambag'al. Qutqizish oladigan nomratlar 5 kapolat oilasi. Yezi emgak kuchlarining yillik o'ttirchi kirimi 82-yilgacha 180 yuandan eshib boqmagan. Xalqning gongshilashib yashagan ozod davri to'g'risida to'qigan qo'shoqlar ichida mundaq bir qo'shoqmi bor. Bizning yurtning bollari har nima deydi. 30 jingni 60 o'lchab to'yg'ichi yeydi. Oyat qilib, kitob qilib bir o'qiganni takrorlasak foyda bo'lmaydi. Barınlıqning bu qo'shiqi ular yashagan Gongshi zamonasining eng ixcham tasviridir. Bu yezida 1990-yil 4-oyning 5-kuni mashhur berillik planliq maqsadlik holda qo'zg'atilgan. Maqsadi Kompartiyani ag'dirib o'rniga Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurish. Mushu maqsad yo'lida ular bu yezida 1989-yildan boshlab a'zo qabul qilib, Sharq Turkiston Islom partiyasini rasmiy qurgan. Bu partiyaning dastlabki yadroliq kuchi 8 tapancha kuchi 10 kishidan iborat. 1990-yilning 5-ida bu partiya Jamal Muhammadning uyida birinchi qitim partiya yig'ini ichib, xizmatlarni maxsus muhokama qilib o'rinlashtirilgan. 1990-yil 2-oyning 5-ida Say masjidda 2-qitim yig'in ochgan. 3-oyning 15-kuni Maxti Qo'shmoqning uyida 3-qitim yig'in ichib, qurol yaroq, o'q dori tayyorlash, pichoq, oq cho'qay, oq raxtlarini setib olish. Oq cho'qay ularning belgisi emish. Masalasi bilan intizom masalasini muzokara qilgan. Maxfiyatlikni qattiq saqlash kerak. Kim maxfiyatlikni oshkorlab qo'ysa, uni butun oilasidagilar bilan qo'shib o'ltirib o'tish kerak, deb belgilangan. 3-oyning 25-kuni Say masjidda 4-qitim yig'in ichib, qurolliq to'polonning konkret tashkiliy va ish taqsimotini muhokama qilib, shaxslar bo'yicha aniq vazifa taqsim qilingan. Tashkilot boshlig'i Zayniddin Yusuf bu yig'inda "Navoda men o'lib ketib qolsam, Abdug'ani Tursun davomliq qo'mondonlik qiladi" deb alohida tavsiya bayon qilgan.
Tashkilot yetakchilarining konkret ish taqsimoti tuvandikcha. Birinchi, bosh qo'mondan Zayniddin Yusuf, Zayniddin Qari, 26 yosh, Barin kentidan, dehqon, ilgari 2 qitim Kashvariyda madrasada o'qigan. Urumchi, Aqsu, Qog'liq xotinlarda bir mezgil sargardon bo'lgan. 1989 keyin Barin yezisida Sharq Turkiston Islom partiyasi qurishga kirishgan. A'zo qabul qilgan, qurol yaroq tayyorlagan. Qog'liqlik qotil Aksil inqilobchi Obul Qosim bilan maxfiy uchrashib, Barin yezisida zo'ravonlarni tarbiyalagan. Bu qitimqi to'polonga bevosita qo'mondonlik qilgan. Biz tarafdan to'polon ustida etib tashlangan. Ikkinchi, muavin bosh qo'mondan Abdug'ani Tursun, qo'shimcha moliya boshlig'i tutilmagan. Uchinchi, Jamol Muhammad, 28 yosh, Barinlik dehqon, harakatning 3-darajalik boshlig'i. 89-yil 12-oyning 15-kuni Sharq Turkiston Islom partiyasiga kirgan. To'polonni planlagan. Harbiy jihatdan qo'mondonlik qilishga mas'ul bo'lgan. Faol xarajat to'plagan. 89-yil 8-oyning oxirida O'ytaq Simont zavodidan kapsul, portlatqich dori setib olgan. 90-yil 2-oyda Kashvariyadagi bir yakki to'mirchining do'koniga yerlik usul bilan 200 dona granat yasab berishni zakaz qilgan. Ham yasitib, Baringa o'zi ap kelgan. Boshqalar bilan birlashib o'zi 100 granat yasagan. Soqashda qo'lga tushgan. 4-chi, Isoq Vushur, harakatning orqa saf qo'mondoni, harakat uchun aktiv kuchigan. Qaçqan yerida etib etilgan. Yenidan 4000 yuan pul chiqqan. 5-chi, Abdurahim Turdi, xabarlashish, aloqalashish ishlariga yerlik usulda granat yasashga mas'ul bo'lgan, qo'lga tushgan. 6-chi, Muhammad Turdi, qatnash qurollariga ot uloq setib olishga mas'ul, qarshilik ustida etib etilgan. 7-chi, Ahad Tilavoldi, Qurolliq to'polon 1-shtabining qo'mondoni, qurol bulab jangchilar urushga qatnashgan, qarshilik ustida qo'lga tushgan. 8-chi, Turg'un Isoq, to'polon 2-shtabining qo'mondoni, qarshilik ustida qo'lga tushgan. 9-chi, Muhammad Tursun, 23 yosh, planliq tayanchi unsur, ilgari hukumatdan razba yegan. Bu partiyaga kirgandan keyin nurg'un qitim aksiyatchil tashviq varaqlari tarqatgan. To'polon ustida bir pulemyot, bir tapancha, bir yurist saqchi kiyimi bo'lib olib, jangchilarni qattiq o'q tutgan. Qarshilik ustida o'q tegib o'lgan. 10-chi, Sidiqoji Isoq, 26 yosh, Barin saybog'liq tayanchi unsur. 1990-yili 3-oyning 26-kuni Sharq Turkiston Islom partiyasiga kirgan. Hukumat saqchilarining bir pulemyotni tartib olgan. Yezilik hukumat qorosiga 3 granat atgan. Qurolliq saqchi qism jangchilarni tutib olib, urib qiynagan. Bir pulemyot, bir granat bilan 4-oyning 6-kuni uyda qo'lga tushgan. 11-chi, Abdullah Qosim, 30 yosh, Barin Qo'g'andan. 1990-yili 1-oyning 14-kuni bu partiyaga qatnashgan. Kuzatchilik qilgan. Bir necha qitim hukumat qismlarining mashinalik kishilariga to'sib zarba bergan. Saqchilarning bir tapanchisini tartib olgan. 4-oyning 6-kuni qarshilik ustida bir tapancha bilan qo'lga tushgan. Bu partiyaning a'zolari harakat rasxoti uchun 3-oyning 20-kundan 31-kunigacha 11 kun ichida Barin tavasidagi 4 kentdan 15 tag'ar ochliq yiqqan. 13 ming yuan pul to'plab qilich, portlatqich dorisi, granat, bomba setib olgan. 4 at, bir motosiklet setib olgan.
Bilishimcha, ularning bu harakati 1990-yili 4-oyning 4-kuni hukumatga pash bo'lib qolgan. Bir qism maxfiy xizmatchilar pash qilgan albatta. Aqtu noyilik partikomining muavin boshlig'i Tursun bu yezga darhol kelib yig'in ichib, ulardan bu harakatni to'xtatishni talab qilgan. Ham harakatni ommaga oshkorlagan. Shu chaqda bu yig'inga qatnashayotgan Qizil kentning buğaltiri bu partiya a'zosi Aysa Mulla uningga darhol qarshi chiqib, bizningmi o'zimizga tushliq tayyorligimiz bor. Biz pushaymon qilmaymiz. Oxirgi g'alaba bizning bo'ladi degan. Harakat hukumatga pash bo'lib qolgandan keyin isyonchilar o'zining oshkorinib qolganligini darhol sezib, tezlik bilan 30 kishi jamlashib, ilq saqchi bo'limidagi Ilim Ibrohimning uyiga berib, uningga jim turish tahdidini solgan. Oqshimi yana bir 30 kishilik guruhga Chiki kentining amonlik saqlash boshlig'i Aysa Rozga tahdid silib, "O'shingni top, to'v qil" degan. Lekin chiqilmagan. Bu ahvollarni muavin shuji Tursun bilan noyilik saqchi boshlig'i Abubakri anglab, darhol Chiki kentiga kelgan. Masjidga yig'ilgan 200 necha kishiga buyruq ahongida so'zlab, partiya siyosatini tashviq qilgan. Masjid jamoati darholla bugun sizlarning 100 xotiranglarni qilib, chiroyliqcha yo'lga silib qo'yayli. Ata Xanzu kadrlar kelib baqsin. Qani qanday qildiganmiz deyishgan. 4-oyning 5-kuni atdigan soat 6da aksiyatchilardan 200 necha odam qo'llariga chiroq ilib, takshi qadam tashlab, Allohu akbar deb yuqori ovozda tovlab, g'azab qilish irodasini bildirish uchun yezliq hukumatga qarab yo'lga chiqqan. Yezliq hukumat darvozasi oldida atdiganlik bomdod namozi o'qigan. Namozdan keyin yezliq hukumatga munu talablarni qo'ygan. Har qanday hukumat odam o'ldirganlarni otadi. Yezimizda 250 ayolning bolasi tushirib etildi. 1989-yili 1 yillik sanaq. Bundaq qilish qotillik hisoblanadi. Hisoblanmamdı? Nima uchun etilmaydi? Ishkiridan Urumchiga har 15 minutda bir poyezd kelib turdi ekan. Kelganlarning hammasi Xanzukan. Biz az sonliq millatlarga planliq tug'utni yo'l qo'yinglar degandan ko'ra, Xanzularni keltirmasi bo'lmamdi? Biz ko'rash qilib Xanzularni Xinjiangdan qo'g'lab chiqarishimiz kerak. Planliq tug'ut amaldan qoldirilsin. Xinjiangga Xanzu ko'chirish to'xtatilsin. Xalqimizning ustidagi seliqlar majburan yangillatilsin. Cho'ng Xanzuchilik tugatilsin. Demokratiyaga yo'l qo'yilsin. Ezishga, yutuvilishga, xo'rliqqa qarshi turamiz. Tursun Shuji voqeaning jiddiyligini Qizilsuv oblastlik partikom shujisi Niu Bingshinga telefonda jiddiy doklad qilib, darhol qurolli kuchlarni avatib, bostirish chorasi ko'rishni talab qilgan. Xanzu kadrlar kelmay tursin degan. Xoshamat takalluvini bergan. 4-oyning 5-kuni tushdan burun oblast bilan Noya bu yerga 60 kadr avatgan. Tushdan keyin soat 6da oblastdan avatilgan muntazam qurolliq 62 harbiy saqchi bu yerga yetib kelgan. Arqadan kech soat 9da Qashqar shahridan 130 muntazam qurolliq harbiy bu yerga ungan. İsyanchilar bilan hukumat kuchlari o'ttirisida qattiq harbiy elishish, tutishish, mushlashish boshlanib ketgan. İsyanchilar bostirishga kelgan hukumat askarlarining bir avtobusining aynaklarini chaqib etgan. 14 harbiyni urib, yordar qilgan. Hukumat kuchlari ulardan 19 kishini tutib olgan. Saat 9dan 30 minut o'tganda oblast Noya harbiy kuchlaridan yana 200 qurolli kuch bu yerga kelgan. Shundoq qilib sirtdan kelgan bostirish kuchlari 500 dan eshib ketgan. Zayndun Yusufni tutishga buyurilgan. 5 askar isyonchilar tarafidan tutib olingan.
Hem ulardaki 5 tapanca, bir sözleş aparatı, bir tok kaltiki, bir koyza, 5 kişilik saqchi kiyimi tartib elingan. Şu günü kech saat 11'de bu yezg'i tekshirib kelayotgan 4 Xanzu harbiy amaldor Shu Xinjian, Wang Zhengping, Guo Shiwen, Liu Jianhui isyanchilar tarafidan o'ldirilib, 4 tapanchasi tartib elingan. Arqadınla Qashqar qurolliq saqchi qism 6-otradning boshlig'i Ali Yasin, Banjang Wuyun, Muavin Banjang Tian Songqin va oblastlik hukumatining shofiri Adil qatorliqlarni mashina bilan tutib olib qattiq urgan. Pikavni portlatib tashlagan. 3 avtomat, 1 tapancha, 400 tal o'qni tortib olib, Banjang Wuyun bilan Tian Songqinni o'ldirib etgan. 4 ayning 6 kuni soat 0'da isyanchilar hukumatdan o'zaro asir almashtirishni talab qilgan. Lekin vakil avatmagan ham isyon qilgan yezliq hukumat organidan chekinmagan. Soat 3:59 minut o'tganda isyanchilar oblast nahiya milliy boshliqlarini o'z oldilariga suhbat uchun kelishga taklif qilgan. Ularning maqsadi ularni asirga tutish bo'lgani uchun hukumat taraf bu taklifni rad qilgan. Soat 4:36 minut o'tganda bu yerga bu harakatni bostirishga to'plangan 4 dan ortiq xillangan qurolliq kuch isyonchilarni biroqla shiddatli bostirish hujumini boshlagan. Zayndun Yusuf soqashda o'lgan. Isyonchilar harakatdan to'xtamagan. Jang jiddiylashgan. Saat 6:30 minut o'tganda qurolliq saqchi qism bosh atritining muavin Sanmojang Aziz Hayt qurolliq saqchi qism 6-o'tir atritining jangchilarini Qizilsuv oblastlik chegara mudofaa qismi tarmoq atritining bir bo'lim jangchilarini boshlab bu yerdagi qurolliq hukumat kuchlariga yordamga kelgan. Qattiq so'qishib yezliq hukumatga yaqinlashgan. Jangda Qashqar qurolliq saqchi qism 6-atritining muavin yetakchisi Hoshimning putiga o'q tekkan. Yana bir jangchi yordar bo'lgan. Soat 5'da Janubiy Shinjang g'arbiy rayonidagi komandir askarlar Bungtuanning 3-shisidagi kuchlarning tanlangan kuchlari Qashqar Qizilsuvdagi saqchi askar xalq fidoyilaridan 15 mingdan ortiq qurolliq kuch havo armiya qismlari topchi qism jangchilaridan yana 3 ming kishi birlashib Baringa harbiy yurish qilgan. Soat 9'da qo'mondonlik shtabi butun qismlarga umumiy yuzlik hujumga o'tish buyruq tushgan. Butun nahiyaga harbiy holat e'lon qilingan. Yo'llar qamal qilinib, xavfli tahdid vaziyati shakllantirilgan. Xalqqa nisbatan jim turish rejimi chinitilgan. Butun Barin o'ylar bo'yicha harbiy qo'rshav ichida ajal har bir kishining tumshug'ida bo'lib qolgan. Qattiq qurolliq bostirishga qarshi turish jangi boshlangan. Natijada naq shu kundala tashkilot a'zolaridan 6si, xalqdan 42si o'ldirilgan. 100 dan ortiq xalq yordar, 93 kishi yenik yordar qilingan. Isyonchilarning bir qismi qochib ketgan. Cho'ng ko'lamlik tutish, urush, bog'lash, oqtirish avjiga chiqqan. 4-ayning 6-kuni tushdan burun qochib yurgan 30 isyonchi tutilgan. 4-ayning 10-kuni attigan soat 3:30gacha jiddiy qo'g'lab tutish harakati yurgizilib, to'polonchilardan yana 59 kishi so'qash ustida o'lgan. 7 kishi og'ir yordar holda tutilgan. Urkib yurgan xalqdan 200 nachisi tutilgan. Demak, isyon bostirilgan. Siyosiy jihatdan bir-birlab qo'lga tushirish xizmati qanot yoydirilgan. Bu haqida Abdunum rayonlik partikomning bosh shujisi Sonxalyang yana mundaq deydi. Bu qatimqi aksil inqilobiy to'polonni tintishda boshdan oxiri partiya markaziy komiteti, Go'yuan markaziy harbiy ishlar komitetining to'g'ri rahbarligi, g'amxo'rligi va qo'llashiga erishib keldik. To'polon yuz bergandan keyin markazdagi bosh shuji Jiang Zemin, Zongli Li Feng
Hərbiy İşlər Komitetining muavin raisi Liu Huaqing qatorliq rahbarlar bu qurolliq to'polonni tintishga intayin ahamiyat berdi. To'polonni tinchitish halqiliq paytida va to'polon tinchitilgandan keyin ular ishxonasidagi yo'ldoshlar orqali yoki o'zlari avtonom rayonlik partiya hukumateti va Janubiy Shinjang qo'mondonlik shtabiga ko'p qatim telefon berib, ahvollarini so'rab bizdan markazning hal qilib berishga tegishli qiyinchiliklar bormi deb so'rab turdi. Ham to'polonni tinchitish xizmatiga intayin muhim yo'l yo'riqlarni berib turdi. Bizga hal so'rash telegrammasi avatdi. Merkez yana qurolliq saqchi qism Zongbosining muavin silingyansi Wang Wenli bilan Jamoat xavfsizlik ministrligi 1-idorasining boshlig'i Tan Song Chunni markazning xizmat guruhini boshlab Qashqarga kelib, bu xizmatga yetakchilik qilishga avatdi. Avtonom rayon bu to'polonni bostirishga Janubiy Shinjang qo'mondonlik shtabi tashkil qilib, Li Shu Shenni uningga mas'ul qildi. Tömür davomatni Jin Yongxuyni bu qo'mondonlik shtabining xizmatini kuchaytirishga Qashqarga turg'izdi. Shinjang harbiy rayonining silingyansi Gauxun Changsu Qashqarga armiya bo'yicha qo'mondonlik qildi. Shunda qilib 1990-yil 4-oyning 4-kuni tushdan keyin soat 2 dan boshlab 4-oyning 10-kuni atdigan soat 3gacha 7 sotka qattiq harbiy to'qinish bo'lib, hukumat qurolliq kuchlardan Tömür davomatning Shinjangning gazetining 90-yil 26-may sonida e'lon qilgan dokladdan bilishimcha 25 kishi yordar qilingan, 8 jangchi o'ldirilgan. Qaçqan to'polonchilarni tutish jarayonida Odil Imin o'ldirilgan. 11 tapancha, 3 avtomat, 10 necha yurish saqchi kiyimi, tok kaltiki, so'zlashish apparati, nurg'un o'q bo'lib ketilgan. Cho'ng kichik 4 avtomobil chiqib tashlangan. To'polonchilardan 15 kishi o'ldirilgan. Bu harakatda hukumatga sodiq yaxshi xizmat ko'rsatganlar odatdagi askar kadr xalqlardan G'ani To'xti, Yusuf Ali, Anvar, Qurban Ahmad, Odil, Kamil Habibullah, Tursun Abbas, Yalqun Hashim, Amangul Abaxun Sulaymon, Hariz Suma Haji, Yenisar Lompiyesining boshlig'i Abbaslarni alohida aslab qo'yishga bo'ladi. Abdulkarim isyonga qatnashgan o'g'ilni o'z qo'li bilan tutib apirib berdi. Qashqallarni qo'g'lab tutish qo'mondonlarining biri Muhammad Ali bilan bu ishda alohida xizmat ko'rsatgan Aqtu Nailik saqchi idorasining muavin boshlig'i Abubakri Osmonlar yuqoridan alohida xizmat ko'rsatganlik mukofoti oladi. Bu to'polonni bostirishga Qashqar Qizilsuv rayonlari bo'yicha alohida xizmat ko'rsatib taqdirlangan 120 kishining 57.15% musulmon milliylardan iborat bo'ldi. Nurg'un kishilar bu paytda o'sdi va tushdi. 1990-yili 8-oyning oxirlaridan e'tiboran hukumat organlari tutib olgan Barin Aksil inqilobiy to'polonchilaridan 4 o'rinda 4 qitim ochiq sud yig'ini ochib 103 gunohkorga jazo hukm qildi. 90-yili 8-oyning 30-kuni Qizilsuv oblastlik sud mahkamasi tushdan burun hukm e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sulaymon Sopi, Qurban Muhammad, G'opir avallarga o'lim jazosi berdi. Siyosiy huquqidan abadiy mahrum qildi. Ahmad Muhammad, Turg'un Xo'ja, Mahad Hasanlarga o'lim jazosi berib, 2 yildan keyin ijro qilishni e'lon qildi. Siyosiy huquqidan mangu mahrum qildi. İbrahim Muhammad, Rozi Hashim, Nur Sadir, Jamal Muhammad, Turg'un Sodiqlarga muddatsiz qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan mahrum qildi. Turg'un Muhammad, Sulaymon Aysa, Turg'un Abdukarimlarga 20 yillikdan qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 5 yil mahrum qildi. To'xti Islomga 19 yillik Rahmat Ahmadga 16 yillik Muhammad Rozi, Qosim Hasanlarga 15 yillikdan, Muhammad Qurbonga
14 yillik qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 5 yil mahrum qildi. İsmail Cuma Yar Muhammadlarga 13 yildan Muhammad Emin Ömerga 12 yillik, Muhammadga 10 yillik qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 5 yil, 4 yil, 3 yil mahrum qildi. Aziz Rozi Ahad Allahberdilarga 9 yillikdan Musa İslam, Abdurrasul Qasim, Rozi Qasimlarga 8 yillikdan qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 2 yil, 3 yil mahrum qilindi. Qari Davud, Barat Yusuf, Hisomiddin Zabibullah, Egamberdi Allahberdilarga 7 yillikdan qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan Qari Davudni 3 yil qolganlarini 2 yildan mahrum qildi. Abid Qadir, Yasin Qadir, Sidiq Hacimlarga 6 yillikdan qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 3 yil, 2 yildan mahrum qildi. Ahad Eminga 5 yillik qamoq jazosi berib, 2 yil siyosiy huquqidan mahrum qildi. Tursun İsmailga 4 yil, Aziz Qurbonga 3 yil qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 2 yil, 1 yil mahrum qildi. Turaxun Turg'un Mahat qo'shmoqlarni jazodan kechirim qilib, 3 yillik, 2 yillik siyosiy huquqini yo'q qildi. Oshur Ali, Obul Yo'ldosh qatorli 47 kishiga qonuniy jihatdan jazo berdi. Qizilsuv oblastlik taftish mahkamasi 9-oyning 4-kuni tushdan burun Barin yezisining Barin, Qum, Saybaq kentlaridan birli vaqtda 36 jinoyatchini qonuniy jazodan kechirim qildi. Hem ularni 102 kishidan tarkib topgan 36 tarbiya berish gruppasining nazorat qilib o'zgartishga topshirib berdi. Bu qitim jazolash yig'ini Avtonom rayonlik sud mahkama partiya gruppasining shujisi Jang Joling, Avtonom rayonlik taftish mahkamasining muavin bosh taftishi Abdurahim Qodir, Avtonom rayonlik adliya nazoratining muavin noziri Muhammad Yusuf, Qizilsuv oblastlik partikom sekretari Nyubin Ching, oblast boshlig'i Sulaymon, oblastlik xalq qurultiyi doim komitetining muavin mudiri Salih Baxti, Shidoyat Abdul Aziz Hashim, oblastlik siyosiy kengashning muavin raisi Baqutman ishtiroki bilan echilgan. Bu qitimqi jazolash xavri, ya'ni ma'lumot Qizilsuv gazeti muxbiri Abdullah Jon Musa tarafidan 91-yil 9-oyning 11-kuni yozilgan xabardan suzib olindi. 1990-yildan 91-yillargacha butun Shinjongda Barin to'plang'ini ayiblash bo'yicha jamoat fikri paydo qilish xizmati qanot yoydirildi. Shinjong gazeti 1990-yili 11-iyul bosh maqolasida, ya'ni ommaning zo'r ko'pchiligiga qat'iy ishinayli va tayinayli degan maqolasida Janubiy Shinjongning boshqa joylarida xizmat qilayotgan bir qism Xanzu yo'ldoshlarga bu voqeaning bergan ta'siri tamoman tugab ketgani yo'q. Ba'zi kishilarda Xanzular ko'zda tutilgan. Xotirjamsizlik paydo bo'ldi. Ideya, kayfiyat jihatda noiti zo'r davolg'ish bo'ldi. Boshqa millatdan bo'lgan yo'ldoshlar bilan bo'lgan munosabatigimi ta'sir yetdi deyilgan. Demak, Barin voqeasidan keyin Shinjongda hukumat jiddiy ishlaydigan xizmat butun jamiyatda bu aksil inqilobiy to'plang'ni ayiblash, xalqni milliy bo'lgunchilikka qarshi safarbar qilish, Xanzularni Shinjongda xotirjam turishga umumiy jihatdan kapolat qilish, madad berish, jamiyatning tinch va muqimligini qo'g'dash ham to'plang'ni tinchlikqa xizmat ko'rsatuvchilardan butun jamiyat o'g'inishdan iborat bo'lgan edi. Ilova, Barin voqeasi to'g'risidagi bu aslama 1. Shinjong Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomning 1990-yildagi bosh sekretari Sun Xanliangning 1990-yili 4-oyning 21-kuni Avtonom rayonlik partiyalik amaldori kadr yig'inida bergan uqtirish xarakterlik doklati. 2. Shinjong gazetining mushu haqdagi har xil xabar maqolalari.
3. Qashqar Aqto Yangsarlarni ziyorat qilish jarayonida 90-yili 8-oylarda o'zim munosabatlik o'rin va kishilardan egallagan xotiralarim. 4. Aqto va atishlarda qo'milga keltirilgan hukumat hujjatlari, e'lon tekstlari. 5. Barında bo'lgan kunlarimda ba'zi yerlik dehqonlardan anglaganlarim, ko'rgan moddiy narsalarim asosida yozildi. Xolis yozib qo'ygan bu aslama meningcha qalamim ojizlik tufayli cho'ltiroq bo'lib qolgan bo'lsa, apuga sazovor bo'lg'ay. Amin.